Bugun zerikib o'tirib, stream ko'rasan, ko'raman desam, Mamboga chiqib qoldi streamimdan. bossen. Voy yaxshi. 100 ta bo'ldi. Keyin men ham hammaga o'xshab kirib bitta o'ynab chiqay desam, nima ekan desam, qanaqadir kalmar o'yin qilishayotgan ekan. Men to'g'risi bunaqa o'yinlarga birinchi marta kirishim. Bundoqqina qarasam, hamma yotyapti keyin men ham keyin yotaverdim ajralib qolmay deb. Keyin ofisda ta'madan so'radi, nima qilish kerak desam, orqaga o'rilganda yurish kerak, oldiga qaraganda yurmaslik kerak deb qolishdi. Keyin hop deb men ham o'ynayverdim. Voy ketganlarda ham bitta odam mashinaga o'tirsin dedilar. Keyin men ham o'tiraverdim, nima qilishni bilmay. Men ham o'zbekman, sekin mashinani maqtanib qo'yishga ulgurdim. Hamma emotsion bo'lib, pozitsiyalarni ajratib olishdi. Keyin menga ham tushun deyishdi. Keyin men ham sekin tushdim. Keyin men ham emotsion qilishim kerak ekan. Aka emotsionsiz ko'rmayapti, lekin ko'pi zakrutka qilmaganman-da, uzr. Shuning uchun sal o'rtancha cho'tkaroq emotsiyalarni qilib Demak, aka emotsiyalar ko'rmayapti, bilyapman-da, dahshat emotsiyalar qilyapti. Old kiyimlarni emotsiyasini qilyapti, chat. Tanlanglar, 1, 2, 3, 4. Ana o'zi boshlarni aytyapman. 10 dan 30 ta pastga keldi, почти 100 ta like keldi, aka. Uzr lekin. Keyingisida bitasi men sizga. Молодец. Avogadro Bilmay kirib yutib qo'ysam zo'r bo'lar ekan.